Assalomu alaykum yaqinlarim, birodarlarim, yaxshimisizlar? Ishdagilar charchab ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Yaqinlarim, men sizlar uchun yebichar bayramga ajoyib bo'lgan yangilik tayyorlab qo'ydim-da. Bo'lib ham Tiko'ni puliga mana shu mashinani berib desam, ishonasizmi? Hozirgi kunda yoqilg'isi propan bo'lgan mashinalar vahshiy maza qilib yuribdi-da, yaqinlarim. Sizlarga yaxshilik ulashmoqchiman. Xullas, videoni boshlashimdan oldin har doimgidek bittadan like so'rayman va kommentariyada обязательно fikringizni yozib qolishingizni so'rayman. Bo'lmasa men ko'p gapirib o'tirmasdan videoni boshladim, like bosish esdan chiqmasin shu joyga. Xo'p, 1994-yilda ishlab chiqarilgan ajoyib bo'lgan inomarka mashinamizni qilib oldi. Xudo xolasa kraskalari ham atbatida chaqa chuqasiga 15% hisoblayveramiz yaqinlarimiz. Salon holatlari ideal holatda, balon holatlari ham ajoyib holatda. Yana ancha xizmatni qilib beradi yaqinlarim. Jigulida puliga onasini emsin degan joy, astag'firulloh. Uzr yaqinlarim. Xo'p, avshipkalari urinib ketmagan, salon holatini ko'rsatadigan bo'lsam sizlar uchun ajoyib keng mashina. Mana ko'rib baho beraverasizlar. Sidinalari vobshe o'ta komfortli ekan yaqinlarim. Orqa ko'rinishlari, patolog. Xo'p, ajoyib yaqinlarim. Probegi 419 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Matofonlari ishlaydi. Xo'p, korobkalari, ruchnik, xo'p, orqa ko'rinishlari. Orqani ochib qo'yasiz, aka. Orqani. Orqa ko'rinishlarini ko'rsatadigan bo'lsam sizlar uchun orqa bagaj. Kalitda ekan. Yaqinlarim ungacha bu tomondan ko'rinishlarni ko'rsatib turaman. Xo'p, yaqinlarim, orqa balonlarni ko'rsatadigan bo'lsam mana ajoyib. Voy, orqasini qarang kengligini. Bemalol spalnichani asosiy bo'laverar ekan yaqinlarim. Propan balonlari bor. Benzinga ham yuradi, xudo xolasa. Yaqinlarim, Hyundai nima edi to'liq nomi? Hyundai Sonatami? Yo'q, birinchi viskalarimi? Hyundai Sonata ekan yaqinlarim. 1.8 motorda holatini ko'rsataylik. 1.8 motorda yaqinlarim. Mana. Ochib bering usta. Voy. Bunaqa mashinalar endi birinchi martada uzr. Xo'p. 1.8 motori, akkumulyator holatlari yaxshi, oldi orqa absolyutniy pechat, hech qanday kaltagi yo'q. Ustiga olib kelib bemalol ko'rsatib olsangiz bo'laveradi. Podravniklari, motor holati idealni o'zi gapirib turibdi yaqinlarim. Xudo xolasa ajoyib narxda qilib beramiz. Variantga yo'q. Generalniy iloji bo'lsa оформление qilib olishsin deyapti akamiz. Xo'p, endi hammaga qiziq joyi. Hamma narsasini aytib o'tdik. Mullajiringa qiziqda, to'g'rimi? Mullajiringa keladigan bo'lsak, 2200 dollar qilib belgilab qo'ydik yaqinlarim. Yarim ming deyshab turdi. Yo, yaqinim dedim, bosh qotirmen dedim. Yaqinlarimiz uchun bunaqa narx qo'ymaylik dedim. Foydalansin, minarmon foydalanib qolsin dedim. Ajoyib bo'lgan inomarka Tiko'ni puliga yaqinlarim. Mana past nomerlarga aloqaga chiqsalaring, to'liq ma'lumotni o'zlari yana berishadi. Adres gapiradigan bo'lsak, adres Namangan viloyati Pop tumanida turibdi. Hop. Mashina qarab minilgan, urinib ketmagan. Xudo xolasa oldi orqa pechat. Yaqinlarim, men sizlarga doim yaxshi mashinalarni tavsiya berganman. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Kuningiz yaxshi o'tsin. Hammaga yaxshi kayfiyat. Shu joyga like bosib qo'ying, iltimos. Shu mashinani olaman degan yaqinlarimiz ham bor, baribir chiqadi. Shularga e'tiborsin. Kuningiz yaxshi o'tsin yaqinlarim. Men doim xizmatingizdaman.